Assalomu alaykum hammaga xayrli kun. YouTube kanalini ko'ruvchilar. Mana bizlarda mana finikoy derevi, hamma har xil ataydi. Birovlar palma ham deydi. Ishqilib mana shu gulimizga men aytyapman, hamma voy azot kuydiradimi deydi. Kuydirmaydi. Yaxshi o'stiradi mana. Eshikka hovliga chiqardim bu gullarni ham. Mana tuyaklarda katta bo'lib turibdi. Hali buni yechmadim. Ana birini endi yechdim. Bu birini endi yechaman hozir. Bu birini tegini mana bo'shatamiz. Pichoqda kichkina pichoqda men o'zim bo'shatadigan mana shu pichoqcham bor. Tegini yaxshilab bo'shatamiz buni mana. Ildizini qirib qo'ymasdan. O'sha bu gashogimiz ham bunga sal kichkintaylik qilyapti o'zi. Katta gashogga almashtirish kerak. Endi bunga men o'zimizni har doim bundaq azotimizni sepaman. Mana. Uncha ko'p sevormayapman, ozgina mana. Ildiziga yaqin borib qolmasdan mana bo'ldi bunga. Bitta qism ozgina, qismimda ham ozgina oldim mana. Ko'ringlar. Endi bunga mana 10 litrdagi suvimni qo'yaman. Yaxshilab dorilarni erib ketadigan qilib qo'yish kerak. Kecha dorilarni eritmasanglar, ildiziga tegib unda kuydirib qo'yishi mumkin. Shuning uchun yaxshilab mana men to'ldirib suv quyib qo'ydim. Bu bir daraxtimni tagida gullari ko'p. Shuning uchun buni uchun men lekaga mana ko'ryapsizlarmi qancha solyapman? Bo'ldi, shu yetadi. Ikkita darisini eritib yuboraman yaxshilab. Bo'ldi mana shuni ustida mana quyib turaman, o'zi tarab ketadi. Tegida gullari ko'p. Buni shuning uchun hamma yoqqa birdek taralib tushib keta qoladi. Yana endi buni barigini yechib yuboraman. Mana barigini yechib yubordim buni ham. Endi buni bariklarini ham yaxshilab suv sepib, hammasini barigini mana shunaqa qilib men suv sepib yeb qo'yaman. Yayildi mana bu ham. Tegidan ham mana azot bergandan keyin barglarni ham yursanglar, barglarni ham changga ketib juda ham yaxshi suv ichadi. Mana barglari ko'ringlar, hozir mana bu hali azot bergandan keyin yaram yashil bo'lib rassazor bo'ladi. Men har kun barglarni azangi salqin, illi kechki salqinda mana shunday sepib qo'yaman. Barglariga juda ham yaxshi. Sizlar ham mana shunaqa qilib gulinglarni boqsanglar, juda ham yaxshi, yashil bo'lib, bahri bilinglar ochilib, ko'rganda mazza qilib o'tirasizlar. Hammaga xayrli kun. Keyingi videolarda uchrashguncha sog' omon bo'linglar.